Samarqand shahrida bir sotik yeri narxi qancha? Bitta kommentga yozinglar. Men sizlarga hozir yer maydoni 18 sotikdan oshiqroq bo'lgan, ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan tayyor sex, tayyor biznes qilsa bo'ladigan joy ko'rsataman. Kelish bilan chap tomonda mana shunaqa sex kutib oladi sizlarni. Sexning uzunligi 42 metr, eni 12 metr. Mana shunaqa xolodilniklari bor. Tayyor yuvvosi bo'ladigan polla ham qilingan. Bu joyda nimalar qilsa bo'ladi? Akalar sexda yog' biznes qilsa bo'ladi. Kalish ishlab chiqarsa, go'sht ishlab chiqarsa, xohlagan turdagi ishlab chiqarishi qilsa bo'ladi. Joy sex juda ham ishlashga tayyor holatda turibdi. Joyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. O'zini girpilariga ega ikkita liniya svet tushirib qo'yilgan. Bitta ustini yopib angar qilsangiz bo'ladi, sklad qilsangiz bo'ladi, ishlab chiqarish xohlagan turdagi ishlab chiqarishga bemalol yengil konstruksiya bilan moslashtirib olsangiz bo'ladi. Bu tomonda o'zini turar joylari mavjud. Oshxona, ishchilar xonasi, dam oladigan xona, tualet, hammom, hamma narsa qilingan. Suvlargacha chiqarib qo'yishgan. Ikkita darvozasi bor. Sexni ichidan ishlab chiqarishingizni u tomondan olib kirib, bu tomondan olib chiqib, darvozadan yuklab ketsanglar bo'ladi. Ikkita liniya svet podstansiya tushirib qo'yilgan. Minusovoy ishlaydigan o'zini xolodilniklari bor. Agregatni olib kelib ustanovka qilib ishlataversanglar bo'ladi. Minus 45 gacha tualet, hamma narsasi bor. Bu tomondagi xolodilniklarni hammasini olib tashlasanglar ham bo'ladi. Stanogiylarni ko'tarish uchun mana shunaqa qalin kabellar ham. Dokumentidan hech qanaqa muammo yo'q. 5 minutda sizni nomingizga oformit qilib beramiz. Juda ham zo'r joyda joylashgan, Danlager Fotima Qosimovada. Joy narxi 250 ming deb baholayapmiz. Ozgina savdosi bor. Pastdagi nomerlarga telefon qilib, yana ham savdolashib olsanglar bo'ladi. Videoga like, menga podpiska bosib ketinglar.